Birazdan so'ng Besqal'aning biri Shimboy rayonida Mamlakatlik qavmsizlik xizmati kubogining Shimboy rayonlik bosqichi jengibozlari Selxonada ham 10 dan so'ng ulkan gala-konsert bo'lib o'tadi. Barchangizni amfiteatrdagi gala-konsertga murojaat etamiz. Görsene Жаз құяшы жайнап күлген шағларда Қаратаудың қабағында тоң қалмас. Опалы дос сені көрген шағларда Көзде қайғы көкіректе мұң қалмас, мұң қалмас. Дәуран атын мініп келсе нәубеті Ел сүйген жігіттің тасар дәулеті. Инсанның инсанға артса хүрметі Гүл шаңларда ашылмайын гүл қалмас, гүл қалмас. Иілген дарақта мол болар миуа Пейлі кең жігітке кең болар дүния. Кеулің сенің шалқып аққан бір дәрия Тар әйлесің сол дәрияда су қалмас, су қалмас. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, aziz yoshlar. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, bugungi kechamizga xush kelasizlar. Yoshlik o'z ati bilan kuch-quvvat, baxtiyorlik degani. Umrning eng go'zal ham takrorlanmas mavludlari yoshlikdan ilhom oladi. Ana shunday kuch berayotgan yo'l taraflar yo'lida hisslanishayotgan mahalla yoshlari o'rtasida ommaviy sport yanada keng ommaviylashhtirish maqsadida mahalla yoshlari o'rtasida sportning futbol, mini futbol va shaxmat turlari bo'yicha davlat xavfsizlik xizmatlari kubogi musobaqalari Chimboy tumani boshlig'i o'tkaziladi albatta. Albatta, usul o'tkazilgan sport jarlislarining final bosqichlarida to'liq o'tkazilib jumaqlandi. Usul munosabat bilan yoshlarni qo'llab-quvvatlash ham qo'shamatlov maqsadida jo'lgamlashtirilib o'tirgan konsert бағдарламасын boshlanish oldida turmiz. desam hech qanday mubolag'a bo'lmaydi. Bu sizlarning yo'llaringizning boshlanishi, muvaffaqiyatlardan juda katta ilhom olib,
kuch olib, qudrat olib davom ettirish kerak. Faqat va faqat kelajak o'zlariga bo'ladi. Bir narsani bilgan, men sizlar bilan faxrlanaman va sizlarga ishonaman. Faqat oldinga, faqat va faqat jonajon vatanimizni manfaati uchun harakat qilamiz. Sunkarım Kamşı basam ok bolar Düşman körse жоқ bolar Жалы менен ойнап жел Қарсы алады Üçüncü oranda ilerleyen Oşun. Қара жорға шап 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 Желдей ұшып алға шап Дағаларыңда сурып Артыңда жан қалдырып Қара жорға шап 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 Желдей ұшып алға шап Кеулімдегі отымсаң Сен хақиқи батырсаң Şampiyonlarımız dönem, numaralarımızı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'ına canlısı. Oradan kısmı bazı başkasında yer yapmalıyız. Konuda Doğan Kırbay'ın, Ahmet Kırbay'ın prezidenti var. Azat oğlum, hur oğlum, har anin huzur oğlum, şahdinden gün yarışsın, yüzü yarılır. Bitti mi hiç olamam mı? Çok kanmayı gözlerine yaptı. Kolumbiyanın zoru O kapıyı koç kelyaptı boğru Rakiblerin bollar mesele Konturuştan doktama bozek Galabaga işoncu boş Şoma 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 el boş Assalamu alaikum Meksika Assalamu alaikum Canada Assalamu alaikum Amerika
Galani şep taraf, yek taraf jarsamız. Sebebi ajoyib gala konsert boshlanib o'tiribdi og'aylar. Bizlar ko'ngil kayfiyatni ko'tarishimiz kerak. Kelgan mehmonlarimizga, qo'shiqchilarimizga yaxshilab qo'llab-quvvatlov ko'rsatishimiz kerak. Ana sondagina ular Shimbay yoshlar, Shimbay xalqi bir yaxshi qo'llab-quvvatlaydigan deb aytadi. Ya, demak olay bo'lsa, jarsamiz mening o'ng tarafimda o'tirgan mehmonlar. Ko'ngil kayfiyat qanday? Voy rahmat, salomat bo'linglar. Demak, ko'rdingiz va aziz shep tarafda o'tirgan mehmonlarimiz, o'ng tarafdan ko'ngil kayfiyatini ko'rdingiz, juda yaxshi kerak. Biroq biz ulardan qolib qo'ymoqimiz kerak. Olay bo'lsa, shep tarafdagi mehmonlar ko'ngil kayfiyat qanday? Rahmat. Hozir birinchi o'rin shep tarafda bo'lib ketdi, xafa bo'lmaysizlar o'ng tarafdagilar. Sanallı minutlardan so'ng yanada biz ko'ngil kayfiyatlar tekshirib turadigan bo'lamiz. Hozir bo'lsa sizlarni ko'p kutilmagan holda sizlarning ajoyib qo'llab-quvvatlovlaringiz bilan biz ajoyib qo'shiqlarimizga navbat berdik. Ya'ni o'zining avliga tug'ilgan shehri Shimbay haqida ajoyib qo'shig'i bilan barcha yoshlarimizni qutlaqlash uchun navbatda Shimbay rayoni madaniyat bo'limi xizmatkari ajoyib qo'shiqvoz Alloyor uzoq saqlamizga marhamat etamiz. Marhamat. Qo'llab-quvvatlab o'tiramiz. Olmaz baslayın, hütmiştin gepti. Süzümden nur şey
oyoqlaring ayta qolgin yashirma bo'ldi darding oshirma saqlab faryodlaringni daryo qilib toshirma o'zi sezib turman ayay kulib turman qo'lingdagi qog'ozni yeday ko'rib turman axir bu taklifnoma baxtimdan qaytmoqda shu bir parchagina qog'oz sevgimdan ayirmoqda birga qo'lingdagi qog'ozni yeday ko'rib turman axir bu taklifnoma baxtimdan qaytmoqda shu bir parchagina qog'oz sevgimdan ayirmoqda birga baxtingni top qaramagin ortingga baxtingni top quloq solma qalbingga Endi qaysi tomonda qarshi kechuvlar ko'proq bo'lsa, men o'sha tarafga ketib qolaman, uzr. Shuning uchun ham aktivroq bo'lamiz. Endi sizlar yaxshi ko'rgan hit qo'shiqlar bilan davom etamiz. Ketinglar. Birga. Qo'llarni qani yoshlar. Birga bilamiz. Axir ko'zlaringni takror ko'rmoq edi bilaging seni yana bir bor ko'rib ezildi ya yuragim ko'rding ammo ne qilay bordim yonimda yoring band etganda endi o'sha seni fikrim xayoling umidimga qo'ydim seni ushbu qaroring sevmasam bo'lmasmidi suymasam bo'lmasmidi ko'rmasam bo'lmasmidi ko'rmasam balki dil yonmasmidi og'rini qolmasmidi o'zidan qolmasmidi sevmasam bo'lmasmidi suymasam bo'lmasmidi ko'rmasam bo'lmasmidi ko'rmasam balki dil yonmasmidi og'rini qolmasmidi o'zidan qolmasmidi sevmasam Qani bilasizmi qo'shiqni? Qani diqqat qilamiz. Hasratim bor. So'zini biladiganlar bormi? Ko'ksim uzra bu dardim talay, yor meni ayro. Zo'r bilar ekansizlar, to'xtab turinglar. Birgalikda mashqdan zo'r chiqyapti-da. Sizlar ham tayyorlanib turinglar hozir. Hasratim bor. Yor meni ayro. Qorningni ochmasmi? Yaxshimi? Qornim ochmasa ovoz chiqmaydi, shuning uchun ham. Qani bularni bitta eshitib ko'raylik. Bormi yoshlar? Jaslar. Qo'llarni baland. Hasratim bor. Yor meni ayro. Ketdi hayotimda. So'zi esingizda. Mana qarshi jalb qo'yinglar yomon ekan buni. Davom etamiz ketinglar. Birgalikda qisqacha ketinglar.
kerakmas zamonki o'tlarga solib sevgidan kelgan odamlar bag'rimda ezar bilmadim qay bir fursat deganlar bo'ldi bilmadim qay bir xato ayriliqqa bitdi nishon bilmadim sevgi aytmay sevganim gunohkor bilmadim bilolmadim bilganim shu begona yor hasratim bor ko'zim o'zlab o'tardim daray yormani ayron yettilar ketdi hayotimda men ham ketdim jim indamay boshimni qayga uray dilga boshimdan so'ra hasratim bor ko'zim o'zlab o'tardim daray yormani ayron yettilar ketdi hayotimda men ham ketdim jim indamay boshimni qayga uray dilga Aziz chiroylilar va yoshlar konsert dasturlarida sizlar bilan ko'rishguncha sog' bo'ling va salomat bo'linglar. Rahmat. Sardor Toyirov va qo'l shabaloqlarimiz azizlar. Kimni kimada dedimiz? Qattiq. Qattiq qo'l shabaloqlar bilan. Eshitmayapti, sherere. Mana shu darsda shunday o'zining ajoyib qo'shiqlarini aytishun. O'rtaga Janob Rasulni murad etamiz. O'zining ajoyib qo'shiqlarini bugun rayolimizda Miymonda qo'llab turamiz sizlar.
Qalaysizlar? Kayfiyatdan zo'rmi? Shu kayfiyat hech qachon sizlarni tartiblasin. Ilohim sizlar bilan shunday tadbirlarda ko'rish nasib qilsin. Men qattiq hurmat qilaman Shumbay elini, Shumbay xalqimizni, muxlislarimizni. Hamisha vaqtimizda saf-sarband bo'linglar. Endi bir ruxsat bersanglar shu davraga hammani raqsga taklif qilsamlar. Bo'lmasa shu joyda o'tirib o'ynasanglar, shu qo'shiqlar aynan sizlar uchun aytib beraman. Şunga diling bor men, she'r dilinglar men, Shumbay, shu go'zal yar men, shirin dilinglar men. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Den sog'liqlar. Eng muhimi, uyqu kelmadimi? Ha, ena. Sog' bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Sizga rahmat, xalqqa xizmat qilgani kelganingiz rahmat. Ish vaqtda charchamam, xalqning nazaridan olmang ish vaqtda. Hamma vaqtda shunday sizning muxlislaringiz ko'p. Sizga dunyodagi eng yaxshi tilaklar. Rahmat sizga. Rahmat, sog' bo'ling. Qasdlashamiz. Allah umringiz uzoq bo'lsin. Yana konsertlar bo'lsa taklif qilib men kelaman. Chunki bunday sho'x xalqni, bunday kuchli uxlamaydigan xalqni birinchi ko'rish. Buni bolalar ham uxlamaydi ekan bular. Adrenalin chiqib ketgan. Sog' bo'ling yaxshi, rahmat taklif uchun. Hammaga rahmat, shu tashkilotchilarga rahmat. Hali konsert bo'ladi, hali qo'shiqlarimiz bor. Liyani benim qani, Liyani birga aytadigan qo'shiqimiz bor. Bu qo'shiqni menimcha 70 ta 40 yoshli